Assalomu alaykum o'rtoqlar va nihoyat biz uzoq tanaffusdan so'ng sayohat mavsumini boshladik. Hozir sizlar xayolingizga ham keltirmagan bitta chiroyli joyga boramiz. O'ylaymanki sayohatimiz sizlarga ma'qul keladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska unutmanglar. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum o'rtoqlar, yana bir bor. Nihoyat mana poyezdimizga ham o'tirib oldik. Germaniyada bizni o'sha sayohat manzillarimizga, xullas o'sha manzillarga tezda yetkazib qo'yadigan ulov albatta poyezdlar hisoblanadi. Juda ham tez va juda qulay biz uchun. Endi hozirgi manzilimiz boya hali aytganimdek juda ham mo'jizaviy manzillardan biri. Ko'rsangiz, u deysiz siz ham va sizga ham bu yerlarga kelish nasib etishini, sayohat, dunyo bo'ylab sayohat qilish nima deb baxtini tilayman. Hozir esa poyezdimiz yurdi va tez fursatlarda o'sha manzilda ko'rishguncha. Endi mana shu avtobusga chiqamiz. O'rtoqlar, o'rtoqlar, biz manzilimizga kelib qoldik. Xullas, Gerkules monumentiga keldik. Kasselda joylashgan. Sizlarga ko'rsatamiz. Bu joy juda ham mashhur joylardan biri. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Juda zo'r. Tushib, o'sha joyda ma'lumot beraman. Nima, qayerda, qanday, qanaqa. Hozircha mashinalar, chunki hammasi o'sha joyga kelyapti. Buni ko'rishingiz mumkin. Sayohat joyi. Shunaqa. O'rtoqlar, keldik. Orqada ko'rinib turgan o'sha Gerkules monumenti. U 1717-yillarda qurilgan. Balandligi taxminan 11 metr deyiladi. Va bu yerga juda ko'p sayohatchilar keladi. Biz ham o'sha internetda juda ko'p reelslarni ko'rganmiz. Hozir o'zingizlar ham guvoh bo'lasizlar. Juda ham chiroyli joy. Tavsiya. Judayam toza havo, tabiat quchog'ida ekan joy. Hozir biz orqa tarafidamiz. Oldi tarafiga o'tib olamiz. Keyin ko'rasizlar go'zallikni.
jetzt schon mal hier war. Und dann noch ein paar O'rtoqlar, juda zo'r mo'jiza ko'rsatdik. Dahshatli oz. ultra schlimm jetzt. Ko'ryapsizlarmi? Nima bo'lyapti? Nima bu, nima? Dahshat. Просто бомба. Вау. Buni endi pastdan ko'rsa tasavvur qilaveringlar. Judayam. O'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Qanaqa dahshatli. Biz bu qadar deb o'ylamagandik. Hozir biz yuqori tepa qismdamiz, o'sha Gerkules imoratini, monumentini tepa qismida va shaharni prosta ko'rish mumkin. Qaranglar qanaqa. Hozir mana bunaqa joylariga ham tushamiz, lekin prosta bomba. Qaranglar-da, qanaqa chiroyli. Umuman mo'jiza. Bu haqiqiy mo'jiza. Mashallah, qoyil. Просто я в шоке. Hozir endi pastga tushib ko'ramiz qani. Bugun ham yo'ldamiz, osmonlar go'zal. Tabiat qo'ynida olayapmizdan. Onajon, sening duolaring sabab dunyolar kezyapman. Fakat işler uçulmaz. Hayat sayohatlar uchun ham bilsan. Hayat quvonchlarni baham ko'rishdi. Hayat go'zallikdir, sen uni sevsan. Bugun ham yo'ldamiz, osmonlar go'zal. Tabiat qo'ynida olayapmizdan. Onajon, sening duolaring sabab dunyolar kezyapman. Hozir bitta narsa qilamiz. Bitta odat bor ekan bu yerda. Irim-jirimmi? Hozir. O'rtoqlar. Hozir bu yerga judayam zo'r. Bir ko'rsatib qo'ying, operator. Zo'r. Ayniqsa pastdan qaraganda zo'r ekan. Shu judayam ana zo'r odat bor ekan bu yerda. Xullas kalom, mana shu suvga tanga otsa, o'sha niyatingiz amalga oshar ekan. Hozir o'sha otib ko'ramiz tangani. O'zi ham 50 eurolik tanga. Bir ana tangalarni ko'rsating, men ishonmasam, odamlar tanga otganman. Ichida tanga ko'rishinglar mumkin. Endi birinchi niyat qilib olay.
nima niyat qilamiz? Hozir sizlarga aytolmayman. Aytsam amalga oshmay qolishi mumkin. Shuning uchun ichimda, yuragimda doimgidek ich-ichimda. Mana solishingizdan buni otib yubormay. Buni solishingizdan chiqibdi. Xullas, niyat. Sizlar ham qilaveringlar niyat. Zor. Respekt. Fontan. Bu o'zi bu yerda suv chiqish kerak bo'lgan. Hozir yomg'ir mavsumi-ku, o'shaning uchun o'chirilgan. Men bularda fontanlarni ko'rishingiz mumkin. Hozir kelingchi, operator bu yoqqa. Shu qayerda bo'lsa bolalar men tarafga yugurib keladi. Kichkina bolachalar demoqchi edim. Bu anaqa o'zini haykallari. Bitta ko'rsataylik. Просто nima deyishga ham hayronsan. Endi bu shoxi ham bor ekanda, endi bu nima shayton ramzimi nima endi? Farishtaga o'xshamayapti. Xullas, astag'firulloh deymiz, endi bu yerdan ketamiz. Nima? O'sha tovoqni qo'rqib ketdim. Keyin u tarafga o'tamiz. U ikkinchi saroyimizning ikkinchi koshonasi. Shunaqa. Ha. Operator bir mana shu rasm oling, bir rasm. Shunaqa. Qanday tushilardi? Xullas, videoda rasman bo'lsa bo'ladi. Manzarani ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Prosta yomg'ir bo'lganiga sal xiradi. Eski ancha, bismillah deb kirmasam. Shunaqa. Bu yerdan chiqamiz. Или выше пошла? Yani, hozir biz mana shu zinalar orqali pastga tushishimiz kerak. Hozir ana tepadan masjidgacha tushdik. Tepadan mana shu yergacha tushdik. Salom, qalaysan? Charchatgandir seni ham, bilan uxlash vaqti bor. Xullas kalom masjiddan mana shu zinalardan pastga tushamiz, mana bunaqa. Keyin u tarafdan chiqib kelish niyatimiz bor. O'ng tarafdan tushib, yana o'ng tarafdan chiqib kelamiz. Shahar juda ham go'zal. Castle. Respekt. Hozir biz mana shu zinalardan pastga tushamiz. Sonra
Las Gerkules monumenti haqida ma'lumot berdim o'rtoqlar. Endi tasavvur qilinglar, 1700-yillarda, 1701-yil qurish boshlangan. 1717-yilga kelib yakunlangan desak ham bo'ladi. Endi tasavvur qilinglar. Qanaqa alt degani qadimiy. Shunaqa qilib pastga tushib ketaveramiz. Shunaqa. Men o'zimni ololmayapman. Bu yerda o'rmon ham bor ekan, o'rtoqlar. O'rmon mana shu. Biz mana shu tarafiga o'tib bordik, endi hozir yana qaytamiz manzilimizga. Ajoyib. Kinolardagi nimadirlar chiqmaydi deb umid qilamiz. Yaxshi niyatladim. Sizlarga chiroyli boshqa hech narsa so'z topolmayapman. Bugun ham yo'ldamiz osmonlar go'zal, tabiat ko'ynida olayapti. O'rtoqlar, mana biz asosiy joyga yetdik. Mana shu joyda fontanlar aslida nima bo'lishi kerak edi, lekin biz u vaqtda kelmabmiz. Lekin baribir ham manzara chiroyli ko'rinadi. Juda ham chiroyli. Olayapmizdan onajon sening duolaring sabab dunyolar kezyapman. Просто, я не знаю. Uçurayım mı? Sayohatlar uchun ham bilsan, hayot quvonchlarini baham ko'rishdi. Hayot go'zallikdir, sen uni sevsan. Bugun ham yo'ldamiz osmonlar go'zal. Мороженое sotadi. Biz moroженое yemaymiz yaqinda. Kasal bo'lganmiz. Biz o'rmonlardan ketyapmiz. Pastga favvoraga yetib olish uchun. Boya videoda ko'rindi-ku. Adashmasam to'g'ri ketyapmiz. Yana ham endi hozir yo'lning boshiga chiqqanda bilamiz. Adashmayotgandirmiz har qalay. O'sha joyga tushishimiz kerak. Lekin qanday qilib? Mana shundan to'g'ri tushsa bo'lar ekan. Xullas tushamiz o'rtoqlar. Mana ham tushsa bo'lar. Mana shudan tushsa ham bo'lar ekan. Qishloqchilik ketdik.
Xullas. Ha, o'zlari ham yo'l qilishibdi-da. Qishloqchilik. Qishloqda katta bo'lganimiz belgisi. Ana yo'ldan yursak bo'lardi, ichkarida bor. Lekin biz bunday qilmayapmiz. Mana shu yo'ldan yuramiz. Chunki birovlar mashina tushdi-da. Shunisi qilimiz kerak. Foyda. Buni tushishga tushyapmiz. Chiqish qanday chiqarkanmiz? Tushyapmiz ish qilib. Tushish oson, chiqish kuch talab qiladi. Endi sport bilan shug'ullanganlarimizni shunday qilib bilib olamiz, qay darajada. Kelyapmiz. O'zimni ham ko'rsatib qo'yay dedim. Telefon. Eskilim. Voy. Mana men, voy. Orqada bitta qiz, bilmayman qayerlik. Bu qiz ham menga hamroh bo'lib kelyapti. Woher kommen Sie? Aus Italien? Italiyadan kelgan ekan. Bu ham yo'lini topolmasdan menga ergashib oldi. Ko'ramiz. Ay. Xullas kalom, yana ozgina qoldi. Yetib olamiz. Bu yo'ldan yuraylik. Mana bu yo'l. Shu yo'l yaqin ko'rinyapti. O'sha yoqqa borishimiz kerak. Biz suv ko'rmaganmiz. Suv. Suv ovozini qaranglar. Gibt's in Italien Berge oder solche Sachen? Auch oder nicht? Ja? Nee? Italiyada tog'lar yo'q ekan o'rtoqlar. Tog' yoki shunga o'xshash narsalar bormi? Dedim yo'q dedi. Bor ekan. Qanday chiroyli manzara. Mana chiroyli ekan. Ozgina qoldi. Ozgina. Ha, ana ozginasi ham. Hali yana qancha bor. Maqsad o'sha joyga tushish, mana shu joyga. Men o'rtoqlar juda ham chiroyli manzaralarga duch kelyapmiz. Ko'prik va uning tagidagi qoyalar ko'rishingiz mumkin. Qanchalar go'zal. Anta o'tirib choy bilan bir 4 ta garang-garang qilsa bo'lardi. Operativ charchadi. Hali yana ancha yuramiz, yana chiqishimiz bor. Eplaymiz. Az kaldı.
Nihoyat oz qoldi. Oz qoldi. Yana ozgina xolos bu yoqdan ko'rinmasga. Yana ozgina. Mikrofonimizni bunga ulab bo'lmadi. Mayli, ishlayapsizlar-ku menimcha. Muhimi shu. Go'zallik. Aşağı oturup bararkamiz. Chiroyli. Va nihoyat biz manzilimizga kelib qoldik. Mikrofon bilmayman. O'rtoqlar, o'shadan monumentdan mana shu yoqqacha biz yurib keldik. Ovoz eshitilyapti o'zingizga. Biz deyarli maqsadimizga erishdik. Ya'ni o'sha Gerkules monumentidan bu yoqqacha yurib keldik. Bu yoqda Schloss Park deydi, qasr parki. O'sha yergacha yetib keldik, o'sha maydonigacha. Ko'ramiz. Judayam odamlar dam olyapti, charchab qolgan shekilli. Biz hozir o'ylayapmiz. Biz hozir qornimiz och qoldi. Ozgina babram ovqatlanish bir nimalar odam xohlayotgan. Bu yerda u narsalar yo'q ekan, ya'ni. Imkoni yo'qmi, bilmadik. Endi u taraflarni ko'ramiz. Bu yerda marketing. Короче, ovqatlanadigan oshxona nima? Agar o'zbeklar bo'lganda buni allaqachon qilardi degan fikrga kelib turibmiz. Men italiyalik o'rtog'im bilan. Xullas kalom, babram lekin juda ham chiroyli, zo'r. Endi hozir mana orqadagi Schloss ko'ryapsiz. Hozir biz o'shaning yoniga boramiz. Shu bilan uyimizga ketsak kerak. Albatta bu joyda ovqatlanmasak bo'lmaydi. Hozir mana shu yerdan keldik. Mana bu yerdamiz. Zo'r. O'rtoqlar, mana eson-omon Schlossga ham kelib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Wilhelmshöhle Schlossi, qasr, ya'ni Schloss. O'shancha masofani bosib mana shu joygacha kelib oldik. Bu o'z emas, albatta bizga sharaflar. Endi sekin qaytsak bo'ladi. Yomg'ir ham yog'moqda. Hozir turib ko'rsatay.
O'sha Gerkules monumentini kuzata turib, bu joylarga ham kelish xohladim va juda ham chiroyli, katta qasr ekan. Zo'r. Endi sekin qaytamiz uyga. Mana shunaqa sayohatlar albatta yana YouTube'ga joylab boraman. Avval ko'p aktiv edim. Hozir sal ish bilan bo'lib sayohatga kam chiqadigan bo'lib qoluvdik. Mana endi yana qaytyapmiz. O'ylaymanki sizlarga ma'qul keladi. Obuna bo'linglar, like, kommentariy kutib qolaman. Albatta keyingi sayohatlarda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar va keyingi videolarni ham albatta ulashib boraman. Tabiatni qaranglar, qancha chiroyli. Shunchaki qoyil qolish kerak. Bu yoqda bitta qasr ko'rinyapti. Kichkina. U tarafga o'tamiz, chunki kech bo'lyapti. Va keyingi safar albatta o'tamiz. Ana shu joydan keldik. Hayot kuvonchlarni baham ko'rishdi. Hayot go'zallikdir, sen uni sevsan. Bugun ham yo'ldamiz, osmonlar go'zal. Tabiat ko'ynida olayapmiz dam. Onajon, sening duolaring sabab dunyolar kezyapman. Biz ketmoqdamiz. O'sha Astanovka tarafga ketyapmiz. Biz qaytyapmiz. Xullas yana qaytib chiqmadik bu tarafga. Va mana shu yo'ldan ortimizga qaytishni istadik. Hozir bir muddatda o'sha kelgan avtobusimizda bo'lamiz. Xudo xolasa. Xullas ajoyib. Juda ham ko'p chet elliklar kelgan asosan. Biz uchun qiziq. Endi qaytyapmiz. Endi vokzalga boramiz va poyezd bilan o'zimizni shahrimizga qaytamiz. Shunaqa. Bu o'sha Kasselning vokzali. Mana shu yerdan biz sekin mana bu tarafga o'tib Münsterga yo'l olamiz. Hozir esa birinchi ovqatlanishimiz kerak. Ovqatlanish joyiga borib olamiz. Biz faqatgina mana shu joyni topa oldik. McDonald's taimida juda ham mazali. Biz menga yoqadi. Yoqimishda ham. Va keyin biz poyezdimizga yo'l olamiz. Biz kofe tanlaymiz. Bir safar sütlü kofe olaylik, doim latte içardim. Endi buni olamiz. O'rtoqlar, va nihoyat Münsterga yetib keldik. Ya'ni o'zimizning shahrimizga. Kassel sayohatchasi juda ham yaxshi o'tdi. O'ylayman sizlarga ham yoqdi. Juda ham tabiat qo'ynida joylashgan bir shaharcha ekan. Yaxshi xotiralar qoldirdim deb o'ylayman. Endi nima deymiz?
Keyingi videolarni kutib qolinglar. Fikrlar kutaman. YouTube'da doimo videolar joylab turish uchun ozgina ilhom kerak bo'ladi. O'sha ilhomni nasib bo'lsa sizlardan olamiz. Endi biroz dam olamiz. Bizda kechki 10, pashti soat 10 bo'ldi. Yarim kun aylanishga ketdi va menimcha yaxshi sayohat qildik. Sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Chunki tabiat, go'zal manzara albatta ko'pchilikka yoqadi. Hammaga xayrli kun, xayrli tun. Keyingi vloglarda ko'rishguncha.